Bugungi kunda biz ko'p qizlarimizning ilmga, rivojlanishga dadil intilayotganini ko'ryapmiz. Hozir biz sizni Sitora bilan tanishtirmoqchimiz. U Avstraliyaning eng ilg'or universitetlaridan biri. Queensland University of Technology'da magistratura dasturiga qabul qilindi va vizasini oldi. Eng quvonarlisi shundaki, Sitora u yerda yolg'iz emas. U yerda allaqachon o'qiyotgan qarindoshi bor. Endi ular birga bir-birini qo'llab-quvvatlab, katta orzular sari harakat qilishadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, biz orqali chet elga o'qishga ketgan har bir talaba orqasidan do'stlarini, qarindoshlarini Avstraliyaga chaqiradi. Chunki inson yaxshi narsalarni yaqinlariga ravo ko'radi. Keling endi Sitoradan ham o'z fikrini eshitamiz. Men hozirda Data Science yo'nalishi bo'yicha QUT universitetining magistratura talabasi bo'ldim. Avstraliyani tanlaganim sababi bu davlat Data Science yo'nalishi bo'yicha karyera qilishim uchun ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Magistratura 2 yil davom etadi. Bitirganimdan so'ng yana 2 yil davomida o'z kasbimda malaka oshirish va ishlash imkoniyatiga egaman. Bu imkoniyatlar orqali Avstraliya meni o'ziga jalb qildi va ilk qadamimni tashlashimga sababchi bo'ldi. Siz ham yangi tajribalar orttirish, xalqaro karyera qurish niyatida bo'lsangiz, Avstraliya siz uchun eng yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Bunda sizga Everstudy jamoasi yaqindan yordam berishi mumkin. Avstraliyada ko'rishguncha.